Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan men O'tkir Po'latov, sizlar O'tkir Po'latov kanalini kuzatyapsizlar. Bugungi videoga chiqishimdan maqsad biz Moskvada maktabimizni ochdik. O'zimizni O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'rta Osiyodan kelgan yurtdoshlarimizga. Dokumenti yo'q, ruschani bilmagan, maktabga kira olmagan bolalarni ota-onalar marhamat bizga olib kelib berishingiz mumkin. Bu narsalarni batafsil gaplashishimiz uchun ekrandagi kontakt nomerlarga murojaat qilib, maktabga ekskursiyaga yoziling. Bolangiz qayerda ta'lim olishini kelib ko'rib, tanishib, men bilan lichni o'zingiz gaplashib, maslahatlashib, shart narxlarini bilib, qaror qabul qiling. Maktabimiz joylari juda oz. Chunki problema, ya'niki muammo juda ham katta, xohlovchilar ko'p. Biz hammaga joy qilib bera olmaymiz baribir. Maktabimizda 3 ta filiali bor. Bittasi yug'da, janubda, ikkitasi sentrda. 6, 7, 8, 9, 10, 11 sinflar metroda o'zi kelib ketsa bo'ladi. Bilaman, bir oy vaqt qoldi xolos, bilaman kech qabulni e'lon qildik, lekin hali vaqtingiz bor. 30 kun yetib ortadi. Zayavka qoldiringlar, telefon qilinglar, bolachalarni olib kelinglar bizga. Xudo xohlasa, rus tilini bilmagan bolalarni ham o'zimiz olib o'rgatib olamiz. Bizning maktablarimizda arab fanlaridan ham darslar o'tiladi.